Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Nasriddin afandining 3-4 botmon yeri bor ekan. U ana shu yerda dehqonchilik qilib, ro'zg'or tebratar ekan. Lekin dala katta bo'lgani uchun bir o'zi mehnat qilishga qiynalib qolibdi. Bitta dastyorim bo'lgandamidi, sira qiynalmagan bo'lardim. Bu Nasriddinning qo'shnisi Qudratboyvachcha. O'ta qo'rs, xasis va laqma odam. Voy Nasriddin, kallang ishlamaydi seni. Bunaqangi jaziramada hatto meni eshagim ham tustagida salqinlab yotadi. Tentak. Haliyam ishlayapsanmi? Hep bu kuyindan battar bu. Shunaqami hali? Shoshmay tur, seni. Ha, piching gap kimning ham nafsoniyatiga tegmaydi deysiz. Hangoma ana shu kundan boshlanadi. Voy Nasriddin, nima qilyapsan? Sendan gap so'radim. Nima balo, aqlda ozdingmi? Voy tentak gapirsan. Yaxshi. Xalaqit bermang, boy ota. Men tezroq xazinani topishim kerak. Qanaqa xazina? Yo'q, buni sizga ayta olmayman. Yo, Nasriddin, ayta qol endi. Yo'q, ilojim yo'q. Endi bu sirni tagiga yetmasam o'lib qolaman. Qo'ymadingiz-da. Lekin bu sir oramizda qolsin, boy ota. Kelishdik. Birovga aytsam, til tortmay o'lay. Otam rahmati tushimga kirib, Xo'sh. men ko'mgan xazinani topsang kam bo'lmaysan dedilar. Ana xolos. Menimcha xazina mana shu yerga ko'milgan bo'lish kerak. Dalani bir chetdan ag'daraveraychi, topilib qolar. Ke, senga o'zim yordam beraman. Xazinani bo'lishamiz. Qo'yinga, boy ota, xazina o'zimga kerak. Al, buyoqqa ketma. Voy, qayerda? Shunday qilib Qudratboy kunni kun, tunni tun demay ishlayveribdi. Yo tavba. Boylikni qudratini qarang. Qoyil qolmasdan ilojing yo'q. Bir nima topdi shekilli. Qudratboy 2 kun tinim